Men beray. Sizlar neri turinglar? Ha. Aliler kichik balaga o'xshash bek xushal o'ynadi. Men davomli o'zimni erkin qo'yitishim kerak. Mening qo'lim. Hamoqat. Bir qushni tutamagan. Men sizning jarohatlarini ko'rib baqay. Xapomislar. To'z qasdanga qilmadi. Shafaatlik alilari mushunchalik kichik ishlarga xapomislar. Boshqalardan ag'rinmaslar. Yanala mening xonishim meni tushunadi. Bugundan boshlab men mijoz yaxshi podshoh bo'laman. Huquq va kuch bilan, yana aql bilan xalqni qoyil qilaman. Alileri çapa çekti. To'xta! To'xta! Qalbini maqba! To'xta! Qarab tur. Alileri düştü bu valla. Bu kimning yov eshigi? Ulug' alileri. Bu mening eshigim. Qop yurak. Podshoh. Alileri kechirsizlar. Ishqisi yo'q. Bundan keyin ishigingni yaxshi boshqargan, ha? Bo'ldi, o'yiningni o'yna. Alloh bala. Podshoh haqiqatan mehr shafqatli. Haqiqatan shafqatli. Alileri bu chiroyli qilni o'ziga tutay. Mijoz yaxshi podshoh bo'lsa, haqiqatan yaxshi bo'ladi ekan. O'g'irni tutinglar. O'g'irni tutinglar. To'xta. Texnik mening bir xalta ochlig'imni o'g'irlig'idek bo'ldingmi? Nima ish bo'ldi? Podshoh. U mening bir xalta ochlig'imni o'g'irlab oldi. Bu qatim podshoh xafa bo'ladigan bo'ldi. Shundoq uni nas bosdi. Xotirjam bo'l. Men seni jazolamayman, ha? Alilerning shafoatiga chiqanlar. Men bir mijoz yaxshi podshoh. Men nemishqa qalaymaqon odam jazolagudekman. Men bo'lsam bir shafoatli podshoh. Podshoh bugun nima bo'lgandi? Bu odam talalikka. Selim bayağı da burada. Selim bayağı da burada. Adam vurvatıdı, yana adam vurvatıdı. Neymiş kılıyorsun? O diyen oğru. Elbette onu uğurman da. Neymiş ki halığınca adam vurursunuz. Alileri, bay cazalınışka haklık. Alileri, seni şundak şefkatli, hiç kandak adamını cazalamayla. Diyenin doğru mu? Abaska, alilerge zaten nim bo'ldi bugun. Bugun atigan alileri qasam berib, buningdan keyin yaxshi mijozlik podshoh bo'laman, hech qanday odamni jazolamayman dedi. Belki değişip gitti. Bay bu bir neçə gündür padişahın aç tarafını tutulup nayız pul vermeydi. Yani pul qarzağa ücretli yersi verdi. Yani benim koyumunu elif gitti. Bu beni koyup be. Padişah hiç qanday odamni jazolamayman dedi. Men nima qilgim keldi shuni qilaman. Hem işler kalayım kalışıp gitti. Qaraganda padişahni burunqi vaqtga akasak bo'g'dak. Tapdim. Hürmetli padişah, eğer özleri davamlıq müşündaq ketiversizlar, qayda tüzüm yo'qolib ketadi. Men hargiz xafa bo'lib odam jazolamayman. Undaq bo'lsa, u qoidalarni nima ish qilamiz? Alileri, eğer seni xafa bo'lib qolsalar, shu chaqda yana qayda tüzümlarni ishlatib qolamlar ya. Albatta. Yo'q, men hargiz xafa bo'lmayman. Hürmetli alileri, sizlarni shaxmatga bak usta deb angladim. Bir qo'l o'ynab baqsa qandaq? Bak yaxshi bo'ldi. Xonishayim, ular mushundaq o'ltirg'ili xeyli uzun bo'ldi. Yana saqlab turaylik.
Nasırdin, başlaylı. Bo'ladi, alilari. Sana karantinni bir küstüp koymasam. Alga. Hücum. Alga. Asta. Men xatamay qo'ydim. Xatamay qo'ydim alilari. O'zgartgili bo'lmaydi. Yeni bilishki bo'lmaydi. Alilari, men degan kichik bola o'zlari cho'ntirsizlar, menga yo'l qo'ysizlar. Bu hücum qo'ytinglar, hüjumga. Yisapaman. Xato qildi, yisapaman. Yisapaman. Bir qatimda ustish-ustirishni belgilaydi. Taş qaychalata. Men xatamay qo'ydim. Asli bu yerga mangmaydim. Sen yeni vaqili 12 qatim bo'ldi. Alilari, xafa qoldinglarmi? Kim xafa bo'pti? Men xafa bo'lmayman. Alilari, kechki tomoq tayyor bo'ldi. Alilari birdam aramayli vasla. Nasriddin o'zlariga sovg'at etkapti. Nima sovg'at? Birdan turib bilib qoladilar. Nasriddin, sen ipkeygan to'xu kavupi shundoq mezillikkan. Alilari, biz birdan turib tepkish o'ynaylik. Nimandaq chiroyli tepkish bu? Bu tepkishning paylari ajab tonish ko'rinadi. Bu pay o'zlari yeyotgan to'xoning paylari. Sen meni bak teriktirding. Shahmatni yeni olgan oz deb yana mening oq tuzimni pishirib yeyitibsan. Meni bak teriktirding Nasriddin. Kelinglar. Hurmatli alilari, oxiri xafa bo'ldilar. Ben xafa bo'ldim, seni jazolayman. Alilari ovoyaga qarasizlar. Meni oq tuzim. Bu nima ish? Men seni oldin paltanga tushibdiman-da. Alilari bir shafqatli podshoh bo'lish uchun oldi bilan mukofot bilan jazolash aniq bo'lishi, andin saxovatli bo'lish kerak. Shunda qilgandilar andin haqiqiy shafoatli podshoh bo'g'il bo'ladi. O'zlari cho'qim yaxshi podshoh bo'la oladilar. Men aslida yaxshi podshoh. Undaqda Bay xo'jamning ishini qanday qilsak bo'lar? Bu bolaniza. Kelinglar, mendan buyruq. Bay 50 tilla jarimani to'lasin. Her kuni bozorni tozlasin. Tamam. Nima nasib bo'ldi? Peki. Sayran qiladi ham. Men cho'qib turishim xotin.